Kızım kaçan toyası? Aşilidu Hoşallıkla tolgan günü Hoşal insanı oldu mu oğlum? Kapsızlıktan daim terip süreymen kaplıdır. Olmasam bu günden ne carattan Şıkılı beni hatırcam kılmaysan babalar. Yana üzülmeydu akıl yemilim. Böyle sev olmasa. Senlik yok ha mende. Kölüp git gene de. Kanatlansa arzuyum yetsem nişanlarımda Memnun bulup da adam apam hatırcam bolsa Rahmet kızım rahmet. Bolsam deymen Yaxşı ülge inilirim var Hem bu bana sizdek oynasa değil mi kızım? Her üstüne mihir bilen süydüler Güllendirip ecir miknetten Üzülmüşsün ailemizin hoşal külkine O ailegen Haram Başqalarını tanqislik qo'yish yaxshi emas. Ularning tasoddifiy qilib qo'ygan xatoligini ko'rganda pisand qilmoq. Shundala ularning ruhiy azobini yengilata olasiz. İşlep ecir sındırgandan hasaldan tatlık boladı. İşle. Öz emgiginin şirin nefsinden behr al. Başkalarının işentisini kol keltiremiye adam kadirsiz buldu. Şuna işentini kol keltir. İşen senin hormas paylığın. İnsanın xarakteri to'lim turaqsiz bo'ldi. Bu xil turaqsizlikni ma'lum cheklim ichida tizginlasak, unum bo'lmaydi. Balki uni o'sib yetilish jarayoniga mos holda yetildirsangiz, balkim o'ylamagan unumlarga erishishingiz mumkin. Aşközlük bir günlük hayat. Kanaat мәңгілік hayat. Teptiken tatandan boğuldu. Bu çenek ne durdu lan? Ha? Kolayma Bu kolun Kulağımda düşüp gitti çaydan. çık etti. Ha. İç vatamda. Vay yakmama geç git pardon. Allah bu kızı geçti lan. Hadi akıllı be. Bir neresi çıspasına süke bakalım da okuyaz. Bas saçkan demiş kumda. Cıram bir neresi kapakla Allah. Vay çağ. Allah mahfır neresini? Muzaffer bunu o kadar kılmaz. İçine. Vay be geç git pardon. Oy oba ne oldu ya? Ağzı vakaf adamsız mı? O ne oldu ya? Vay işte ne olmadı. Aa, çaydan kulağımdan düşüp gitti. Hadi xeyr. Şun. Bu işte işini kılayım mı bu? Eşkısı. Oldu bana geçken. Ben de acaba ben size git bana. Sarayım doktora bakalım. Ne oldu? Ne oluyor bak? Aa, kaynak su kaynak çaydan kulağımdan düşüp gitti. Ne bu idiot kumalanısı? Ne bu balam? Eşkısı yok. Balam. Aa kompütörün yanında bana maçtan nasıl kaçı da çıktı lan? Kayısı. Allah. Ben geç git balam da. Bulama. Tutturgan varamsizlar. Ben baracağım. Ya bulama. Ya bulayım ben parayı. Apam Bulama, parayı. kız Ya ben kız. parayı. Muzaffer boz bunda bazı. Apam bravo. İşte kılaylık. Ben bunu hepsi kaçırın hala. Senin kosmu açmıyor ha. Canım miran kostum içip kaldı. Kostum içip korkarak küçüğelerim dünden çapılışıp kaldı.
Shundigina fikrim bo'ldi, ama ne ketganmiz hadi? Jo, hozir qidirib kelmay. Shu, yaxshim, mashqimizning mayt balon unutib qolgandi. O bichon qo'rqinmaymish kirib ketibdi. Bu ucheldirim yaxshim men pul atqandi. Boshqa doldirim mendan norozi yaxshim. Qara fikrim. Bu opamdan hakikaten şöyle so'rinib o'tirayotgan gap, yeb, ichib, o'ynayotgan gap. Shunash bizni unutib qoldi. Hozir bu uyda bizga issiq tomoq etib beradigan odam yo'q. O shundigina aka. Qo'sqim bak ichib ketdi, qanday qilamiz hozir? Voy davamigina fikrim. Jo, davrga bir gap aytsa. Sen mi davama? Men degandiki bo'ldi. Sen bu mening keyinni shartda tekrarla va maqtungma. Ma gapni sen boshlagansan? Men boshlagan bo'ldi, televizorim kelgina. Sen mi kira? Mening niye? Otagalama. Ne otadı xinem. Ha, otasını xelim. Amdi kapsizga xinem. Ha, qarasam qo'saqliq dim bilab turdi. Taftoyab kelgansizlar xelim. Shu o'ynab toza o'yindan qiziqqanmaganda kapdi. Ha. Bizning qo'saq unutib qoldilar. Shu. Bizni hozir yo'q deb o'yladi da. To'g'ri. Mashqon gap tugdimi ya? Ha, tugdi? Ha, bos davilinglar yana. Maqolamsa, o'g'lig'ing bo'lsa davrayli. Ma'qul. Ha, ishqonlarning bog'ra jeb qattiqgina. Voy, Bizni bormi yumsha? Ha, shu. Men o'yini qilib bormidim, dadam opam bilan doktorxonaga bordim. Doktorxonaga? Birisi og'rib qoptimi? Kim og'rib Ha, qoldi? doktorxonaga. Kim og'rib qoldi? Opam. Oppa? Apa? Sapsaqdimimdi? Shu. Opamga mavit bormi yo'q? Voy, bog'wa. Shu Opamning quli qaynoq suv to'kilib ketibdi. Qachon? qachon? Obam opa qolgan tug'ashoqni qizni qaynatgan qaynoq suv to'kilib ketibdi. Opam bizga qo'limdan cho'ygun chiqib ketdi degan Voy, shu sizlar ansirmisin deb qo'ygan gap bu. Acha, undan opamiz qandara? Doktor biraqur ko'rib, unkin osmokol izbaganti ashuni soldiga o'xshaydi. Qachon kelganligini bilmayman, dadam qoldi. Shu opam ashta o'zining quli og'riq turib, maslardan ansirab, men ikki bolamning qo'sqi ichi qolmasin deb meni avatdi. Acha bo'ldi, amiz tomoq etpamgina, doktorxon bir berib boqadi. Shuni barayli jirmada. Ya opamlar keldi bo'ldi, biz bormayli, biz berib yana u yerda varanchiron qilib yurganda bo'ldi, bormayli. Dadam bo'lgandan keyin ansirmsanlar bo'ldi. Men senga tomoq etib berib qo'sqonlar açdimi? Yo'q, qo'shmadi. Yo'q, qo'shmadi. Tomoq yeyolmay etib beraymi, tomoq yeyolmay opa? Yem tomoq yeysan? Qo'saqda qo'ycha. Sen kechki tomoq yeyolmay, men ham qo'sqon ichib tomoq etib beray. Bo'ldi, qo'sqon ochgan bo'lsa o'zing ye. Bizamisa. Undan bildimi? Tomoq etib beray, tomoq yeysan. Ya bo'ldi, acha, qo'sqon yo'q. Opa, og'rirdimda. Yo'q, og'riq to'xtab qoldi. Bu kuyga ichiyordimda. Yo'q, ichmaydi buni. Shu ma kuygayi jeb chunka. Hech qisi yo'q, hech nima bo'lmaydi. Arasapa, bu jisimimiz ummam tereyma. Shu opa biz so'rasatib eshitdimmi deb degan bo'lsa tang ortiq emasmi? Voyjon, bo'ldi bolam unchilikmi emasdi. Doktorxonada nomer oldigan yerda bir muncha o'chirat tutdik. U nomerni qilib u teshikdan bu teshikka, bu teshikdan u teshikka tekshirtimiz deb voyjon. Butun adam doktorxona kasalmi hozir? Nima degan jiq adam, u nima degan jiq adam? Shu. Işte şişi bir narsa tushib bo'lguncha soat 1 olay deb qopdi. Ketalsam dadanglar astag'firullah tutib ketdimi? Ya bir kech kuzatasiz unda qilmang. Yolg'inib qolsa keyin chatoq chiqdi deb uni mayjoyinlik qilib. Shu opa. O tushdilargina fikr. Ichmaydi. Ha, oqshomcha qo'rqdingmi mendan? Yo'q. Ancha emas. Amsi yüzünglarni yuvib, kiyiminglarni kiyib tayyorlanglar maktabga. Kechikisizlar bilan. Opa, ateli choy qilayman. Ha, Voy, yo'q bo'ldi, o'zim qilaman. Ya bo'ldi, men. yo'q, opasi. Oraminglar. Birdan qilibman. Ha, shu acha bilan Yo'q, qildi. hech qisi yo'q, og'riqi pasayib qoldi. Men siz kiyimlaringizni kiying, men maktabga Voy, chiqaman. opa. Ajam qisi bo'ldi ku, sizni qo'lingiz. Ha, ma'qul, men deb beray men narsa.
yağmur bek yığıp git bardı. Dadam bilen ilgar acep kep bulamaydı. Şunu da adam özletip ya ufkumuzdan mektebdeki faaliyet tügümüdüm o. Apa, bulmuş ben tılıp bir bakayım ya. Vay urdum. Dadamdan telefonu ittek balam. Tok tügüye okşaydım. Vay kenanlan. Oğlum kenarız var. Ufka mekle otur. Şunda Necip yardım tamam bu. Buldum ensirap. Kızmacak kapılamdan. Bulama. Yolda geçip pek tomak ettiğimiz apa. Ben apağıma sana. Apı dedim. Dada. Ben toğlum bala. Sen toğlum gitmeyesen? Ya ben toxtuğunun çapını alıp giyiyorum tutsam. Ya ben şunu da sahip kaldım. Maşallah doğa. Oy, tazı bir yamuğdu kaldın la. Şunda Necip yardım tamam gelyen bu. Tutunursak telefonumuzu ittek. Ensirap işe nimkularımızı bilmeye utandım. Abi bunun üstü idare tutsan telefon kıldan alamaz mı? Ilgarının paliyeti var kimken keçerek gildikinde. Bunu applik iteyim de pes maşını otal tutsam otanmaydı o. O yerine appilişime, bir yerine appilişime. Onun üstü idaredeki bir maşının tılını bulduğun şopırıldım biraz var mı desem hemmisi işten şükür koptu. Şuna amal yok maşını taşlap koyup. Ha, kanaklığa. Taksi tutsaydı yol tutsam ya taksi gelmeydi. Mın bir çapat bir taksi tutsam onu diken mektubunu aldı saklap tutsam bu çıktı. Sonra applik ilişim. Başıma bugün taz özün köstük de. Sure. Yamuğda. Buptu. Üstüyü çıkıp hatta kiymanı yemişler lan. Onun üstüne telefon mu ana mektubunu aldık gelip kenişikli eşikli maşından taksinin üstünde şey dep tutsam ma yarım çıkımda şu jığılıp kalgan yağmurun üstüge palak pulak kıplamaz yağmur üstüge çıkıp kaldı. Emizde ben et bir 13 kileyim ha. Ya baldı rahmet bulan. Bugün bir koyup itip koydum şu. Ondan keyin ayet geçip aptap çıksa derizini taksi koyup koyana. Kurup oңuşlap kalsa oңuşlap kalar bolmasa oңuştamız dedik. Oy, oğuşlamı o. Buptu. Men bir doğru tayak bir kimolanı yengişlep doğru işte vasam. Vay ya bu doğru işlik emas. Ya zukamlap kalmasın deydim. Kim almashtırib oldu? Ma kim almashtırib oldu? Di da da di da da di. Ni shi wa di. Hocam. Vay. Ufka, bu kulluğu ne acık yapma. Hello. Koşmaz. Ni shi wa de xiao ya xiao pingguan. Ufka, bu adamın düşen gerek yok la. Hello. Help me. Tabii İngiliz kumayım abi. İngiliz sözü peki. Hello. Ufka, canım buldu. Bana çıkılma. Bana çıkılma. Çakılmağına Ufka mı? La 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 la. La 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 la. La 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 Bu da babamın kırılar. Bu da Ufka ben kızı git vardı. Oy, biraz da kızı gitsin bana. Bir kanaklama. Doğru ne çıkayım doğru. Oy, doğru tersi kızı tek emez bu yama kızı gitsin doktorun apırlı bana. Yalım. Ay kim olmasın bana. Bana. Ufka, tünüge adam acayip ensiretti. Yettim. Tünüge adam düşengisiz geplen bir mon çıkıp etti. Kulkum dıngızıp anlap baksam düşenmey. Ihır yutkan assam yöl.
Tuğudun o kütübü bula. Onun ikincisinden çakırıp doktorxana appadı kandikim beni. Hanim bo'z o'g'lim sen. Şu deyim. Devdek uxlayotgan bolam necha vaqt mush ishqosim xalas qilib sujma. Bu bakımlar bırak ceylep adam ne? Ben çok bilmeyken bana. Bu sen bilmeysen. Apam adam keçlepsin doktorxana saklap. Uxlamay tuğunum sen bilmeysen afgam. Ya ben rasıl bilmeyken ben. Adam qizg'andir sabab qoladi. Hozir qandaroq? Ağzırga xeyli yaxşı. Sizler man qarayımda tabi yaxşı oxumadınlar. Ben fikirip aramda olamdır ya. Voy yo'q bolam, men oqshom yeningda bizam turib kelib boshqa vaqtda o'rindiq uxlab oldim. Kecha uxlab chiqdim men, sen uxlagandan keyin. Uxlab oldim. Dada, Hı? köyümüzde kıvırıp gitip de. Kompüter qarab bir narsa o'rgandan keyin bolam shuni qizirib qoldimki, bunisiga havo issiq, ba'zilarni ko'z ochta bo'lib qoladi. Bu siz birdam aram ila olamsiz ya men ma'badim. Yo'q bo'ldi, sizlar aram e'lonlab bo'ldi. Sizler rast oxudunlar mı? Ha? Ha, uxladim. Sen uxladingmi, men uxladim. Men uxladim. O'sha uxladik. Uf. Assalomu alaykum. Voy, ha, qanday ahvol, yaxshimi? Ha, ba. Ma'qul. Hozir boramdimi? Ajig'ingiz oldimi? Idorani ma'qul. Hozir boray, ma'qul. Ha, ma'qul, ko'rishli ma'qul. Xo'shimiz. Voyjon, yig'in bag'ishmam dena. Shu idorada bir yig'in bordi, keling deydi-ku. Kechech uxlamagan odam qanday o'tirasiz o yig'inda? Ne, kecha uxlamayman, kecha uxladim-ku, elim yaxshi uxlab ketganman. Bo'lmasa yig'inda endi o'tirolmaydim. Shanba, yakshanbadan aram yo'q. Endi bizniki bu film ishlashning ishlarini bilasizlar-ku. Shanba, Hayit bayram, kech kunduz demaymiz-ku. Hammamiz ko'nak. Unda bo'lsa, sizlar birdan aram ila men idoraga tekib berib kelay. Ayolim bilan kelinmanman. Shuni bilan. Sen birdan uxlab oljima ila, ha? Dorani vaqtida ish. Bulamda? Bek mo'yin bo'lmiz ko'rinib qo'yib yenib keling. Voy yo'q. Kechech uyada Biroq tutib berib kelayman. Ha? Bol chiqmadi. Kan. Biaram batam sen. Qandaroq hozir? Yenibdi. Zira. Ma, ustiga chiqib birdan aram ol. Men endi buni suyuq salam bizdan siqib qo'yaman. Talant sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Bile yürüşlük kolaylık ügürüsü. Nemening ta'mi bu? Nemening ta'mi bo'ladi? Qo'shnam, inakning suti, xotinning yong'oqi, yakanning bodimi, kuchaning o'rik meg'izining hammani aralashtirganning ta'mi. Assalomu alaykum, qo'shnam, nima qilyaptilar? Silida bir choy itayda. Uni buningda aytgan. Meg'izli Ferima. Ta'mi sizga xili yoqqandek, buni otayda sizga kirgan. Asli bozordan olgan ta'mkanda. Ixlos bilan ishlangan meg'izliq Ferimaning ta'mi. Ixlos shirkatining kozur mahsuloti, meg'izliq Ferimalari. Selamı çayna pekillah. Bu nazar, başka nazar. Markasıga İstanbul yazar. Hiç yok. Nazar çayını kantım. Nazar segizleri. bilan yo'qlash moda bo'ldi. Chunki Barna buvoqlar zaksi kuyimchan analarni tanlashi. Kuyimchan analardan tatliq buvoqlar so'g'a Barna buvoqlar zaksi. Samaverim bulsidi, çayları kaynap dursidi, bir piyale içkiçe, yayırım oynap dursidi. Assalamu alaykum. Bir piyale çay içkiçe, yayırım oynap dursidi degan şu da. Qadra Fonsili çay içkiçe oynap turadigan ish yo'q, çayni birga ichgili keldik. Oy, hamra çayları, birga ichayli, samavarlari bo'lsidi ya. Samaverdek o'xshab ketdi çaylarım. Qonmas men hamroh çaylar. Huzurluq ishchilik çay hamra, kunda bizga hamra. Bizga oziq to'liqlab sog'lom o'sib yetishiga asos soladi. Endi bo'ldi qilsa bo'larmiki? Haros, Kamran buvoqlar quvvat bulmoqlar uchun mukofotmi bor? Kamran buvoqlar bulmoqi. Diyarımız içimlik sahasida öz aldığı Abide soda suyu, meyve şerbeti işlep pazar sağan karxana Abide Biopentexnik şirketi bu aylık karan komediyelik çatma televizyon tiyatrını alayda qollagan. Yıllardan beri halkımızın yaqtırıp tanlışığı erişip kelyapkan, coşkun ve kötürengi ro'yi halatının namayandisi Malaysiya B2 kuvvet içimliki bu filmni alayda talep qildi. Tünögün aşı yağmurda qağınыңыз sizge. Yazı zukan bolsa qaymaydı değil mi? Neymiş canım? Hiç kız yok.
Ablam çıkartıslar. Dadang sağ doyup kıtlardım. O, tuzam ne buldu? Sen zukam. Tüne yiyem oldu kaldırmaz mı? Bir kan sıkı doğru. Tuda dikkat kılın. Bakayım. Ilgargın birinden mi? Sana söyle. Boğanda mı çıksan be? Alkış top suyuksalar, bir nas kılayım. Şöyle gürüç kılayım. Böyle bunu sıkıştır bu nasıl kılın? Allah. Pek iyi giremez var. Ya, olmuşlu bütün balamaz doğru istememez öyle be. Sıkıştır bir çana diyorum dersin. Yoş kalayım bolala. Voy. Bakım hazır. Tamak tutuş kılay bana. Tamak etsiniz? Dadağlarım zukam bulup kaptı. Bugün suikaş kıp durayım. Vay can, apa, yana suikaş mı? Tünüyüm suikaş etken tofu. Vay amdıma dadağımın icazı yok. Suyuksa da kapsa koymayın. Müş balını kan tatkan nesin kıpıranla. Ben o üzerinden umutazı suikaşını bunun tatına atılı. Müş balını neymiş şuna. Cep yaxşıda. Şu, dadam pek yakışçı mı? Zadmış yapam sokaş asında. Mümkün oldu. Hey balam. O suikaşlamada xebeji kurup itadigan nima ama dadağımın icazı mı? Suyuksa da asın mı gidigen? Yak. Ben suikaşını tazı konum tatma atılı. Balı müş balını. Diye nesin kıpıranla. Ya makul kopan kızım. Kaççı da tutuş kılın. Biz söylemeyin kaynak suya çıkıp vereyim. Bakın. Oldu balam. Siz kafanızı yapmışsın. Apa rahmat cuma. Sınanmış. Üzerine en murattam alıp verirsiniz ha. Vay şundan mı? Rahmat. Çık ya. Valla sen yap bakmadan ne mi etken tamam. Eke, Arslan. Taksan eke. Taksan eke. Ne? Allah yeme Muzaffer. Bu. Buluğum Eke sudu. balam sen. Duda. Siz yememişsiniz. Sizin otam tutup mısın diye. Siz de Vay temsil sağ ol diye ben melek okşaş üstüdüm ben çömüştüm. Bismillah hepsi yapıyor Allah. Hey. Ala. Ben bek çıkartıp çok beştim. Ha, çıksırat kemette. Hey. Ya Allah. Ata şembe. Sizler çoğunla buraya çıkamsızlar ya. Çıkma. Pazar çıkma kandan. Pazar çıkamsınız? Şu mona xitya qarağa. Şu mening bir ayg'im bor diye qara. Kiyip 2 oydan eshibdi. Ko'nra qapti. Shunlashqamda almashtirgan ishlar bo'lsa deyman. Sen ayağını yıkını dikkat ben yandı o ayağını. Yani bunu kısımda. Bağlı demedim. Şikayetini eşitmem konurak eşitmem bana. Bu şu uzun karab basıyor kulağı. Endi bana kelsak, mening oyog'imni ko'nirmidi. Lekin u oyoq xiyla saqtirdi. Chiqilib putim talab chiqib qolmadi, teshibman. Endi xiyla baland turdim. Shuning uchun men olib qo'yamsizlar. Ya bo'ldi, olib qo'ymasanglar bo'ldi-ku deyman. Ya Allah. Sana vaqtdan to'shdi balam ashqa ya eng uzoq qo'shibcha ya. Alay sizgim alay jigit. Sizgim alay. Sizga islohotimiz bu shu alay. Alay degan kim undan men alay. Şadiye'ye otururlar. Ne buldu ablam? Ben kiyim. Kiyim. Şundan basım etmesin bana sizin. Mavi onun sigara yolda mansa açmış durgan taş. Kisek hemen tip mi demez mi? Basa tenerke taygıdım bunu koşadan tamam. Vay şu ötken etpegen o ayağını keymey, top oynaganda ben fıtık ayağını güldülep kiyip çıktırken değil mi bu? Balam sen bizim ayaklarında. Hayatımız boyu şu işkaydı bir almışlar mıydım bir ay. Saniye.
Qani siz? Nima ish qilayotgan kitildab? Ha, oyoqingizni maylayotgan. Meni oyog'im nima? Voyjon, o'zim maylaytimi, nima jafo tortibsiz? Maylaydi. Aras Muzaffar, buga balliq oyoq qag'in chiqdim, sizga qo'shib oyoqdan bir nag'ach kiray. Voy, yo'q bo'ldi. Oyog'im qiyin-ku. Ancha yengil emaskan. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Biraz o'zingligimni birini elinglar. Ya mening oyoqim bor. Hadanga sizga bir Ya nag'ach kiray. men yana bir achka kegin bo'ldi ana. Uning ustiga bu shunda rahat yumshoq oyoqchim abi. Yani yana oyoqdan birini kiysam, shu putimni g'ajab qistab, bunaqa qistigan oyoq kulligan xotin degan gap bor-ku. Birsi qarang shu oyoqni, yana birsi shu xotinni faqat yengishim yo'q men. Muzaffar. O'zingni to'qim birini elinglar. Ya bo'ldi. Adına Şadiye'ge bir otarak hayatı bir yapranlar. Shadiyaga alay ma'qul. Uch baliq alay meni oyoq. Arslan'a bir top ayıgıdan birini, yani ayrım yapranlar. Babamızı bu 2 günde top tutup beyran kılıptık ayağını. Cuma? Acaba oyoqda o'chim deydi bu balığa. Şu. Çay demlab turaymi? Yo'q bo'ldi. Güzel oturay deb chiqdim ya bir televizor ko'rib. Tizginek ne debdi? Boyasini tegib bormki. Ana. Aka, sana nima bo'ldi? Eshitdimmi? İlg'or, qog'ozlar qalamdagilar, bular. Men xat yozgan qog'ozni deyapman. To'g'rimi? Qalamni qo'shib yozgan. Voy bular. Seninkini yaxshi aka, men bir tilimga. Uka. Sen en yaxshi imzonlamki, sening makisling texi to'liq saqipom deyapti. Shunashqa to'liq saqip bo'lgan ekan, nimni saqmaylayman. Men san jiqidan sapirma. Ma'qul. Televizor kegina? Ha, ma'qul. Aka, men qaraman. Dadapa! O'ta. Başkalar neymiş kaptalar? Dadapa! İş qilmadi? Çıkıma kaç gez çıktı ona. Ha? To'xtab tur. Dadapa! Men kilolarcha bulunlar. Yo'q. Ulan dadamchi. Dadam sen bo'ldi. Dada! Ha? Elimda vaqirab chiqdi. Kim var? Bulunlar? Oy deydan. Voy siz nima bo'lgansiz endi? Shundaymi? Ha. Nima? Gazet. Gezgan u. Hajan. Ma Arslan bilan Ilg'or yozgan asar bor bu. Gez chiqdi. Nima deysiz? Gez chiqdi. Arslan bilan Ilg'or yozgan asar gez chiqibdi. Ha, gez chiqdi. Bu yangilik qurbon. Ha? İşemezler. Adam ismi o'xshaydigan bo'lib qolmasa yana. Voy, o'xshash bilan bir xato o'qibdi. Ishqiston yozgan nas gezgi chiqibdi deganda aka ko'rpa qaytsan ism familiyasidan tortib o'xshashga. Adresidan tortib o'xshashga. Biroz mushkilsizdi. Muborak bo'lsin. Nima degan bilan mening bolalarimda bular. Ha, shu qanday bor emasmi? Shu. Bizga o'qibasizlar. Ha, o'qisin. Harim bo'lsa bir xil xo'sh qilyapsiz shuma bular yaqindan o'qina. Imzo o'qiydi. O'qina. O'qi. Nasir. To'tim opam yolg'onchi.
Mening dadam kino studiyasida ishlaydi. O'qimamsan? Bekle balam, bekle. Ben de okuyayım. Dadam anam yalğancı, Nesir. Arslan Muzaffer, Ilgar Muzaffer. Mening dadam kino studiyasining ssenaristi. Apam bo'lsa o'qituvchi. Ular biz 3 balaga kichigimizdan da samimiy bo'lish, rostchil bo'lish, boshqalarga yolg'on so'zmaklik to'g'risida doim tarbiya qiladi. Gerçi biz kepsizlik qilib ba'zida dadam apamlarga ancha-muncha yolg'on so'zlab qo'ygan bo'lsak-mu, lekin dadam apamlarni izchil, samimiy, rostchil, azaldan yolg'on gap qilmaydi deb o'ylaydik. Lekin biz diqqat qilsak, amaliyotda dadam apamlarmi yolg'onchilar ekan. Nima yozding sen? O'qi. Ular bizga yolg'on so'zlamaslik to'g'risida tarbiya qilib turgan bilan, o'zlari doim bizga yolg'on so'zlab kelgan ekan. Bir qatim mening maktabimda faoliyat bo'lib, keyin qoldim. Dadam meni og'il keldi. U kuni faoliyatda men saboqdoshlarim bilan dadamning telefonida rasmga tushaman deb elib, ehtiyotsizlikdan dadamning telefoni qo'limdan tushib ketib, ekran chiqilib ketdi. Natijada dadam buni uydagilarga telefonim qo'limdan yomg'ir suviga tushib ketdi deb yolg'on aytdi. Shu kuni dadamning mashinasi buzilib qolib, biz yomg'irda mashina saqladik. Dadam menga o'zining chapinini kiydirib qo'yib, men to'ng'lamadim deb yana yolg'on aytdi. Dadamga sovuq tegib qolgan kuni apam dadamga suiqash etib bermoqchi bo'ldi. Ukam ikkimiz uni uqmay suiqash ichmaymiz dedik. Shuning bilan dadam mening suiqash ishkim yo'q, boshqa tamoq etinglar deb apamga biz amroq tamoqni etkizib berdi. Tamoq vaqtida Tamaq vaqtida dadam o'zining chinisi go'shtni akam bilan mening chinimga berdi. Men dadamga siz go'sht yemamsiz desam, dadam apanglar menga bek chiqib so'tibdi. Go'shtni sizlar yanglar deb yolg'on so'zladi. Men oxiri 2 oy bo'lgan ayg'imni kiyigim kelmay dadam apamga yangi oyoq ib berishning g'alabasini qilsam, yangi oyoq ib berdi. Men ularga sizlarga alayli desam, apam dadamlar o'zlariga oyoq olmay bizning uyda yangi kiymagan oyoqlarimiz bor, shuni kiyamiz deb yolg'on so'zladi. Apam oshxonada choy qaynatguncha qo'ldan chaynak tushib ketib, qo'lni ko'ydirib oldi. Biz yugurib tushib, nima ish bo'lganligini so'rasak, menga hech olmadi. Xotirjam bo'linglar deb og'riqni yoshirib bizga yolg'on so'zladi. Ukam mag'rib qilib, dadam bilan apam kechichi doktorxonaga kirib qaqmay, uning holidan xabar olib chiqdi. Ertasi uyga qaytib kelgandan keyin biz ularga aram elini anlatdik. Lekin ularning uyqusizlikdan ko'zlari qizdirib ketgan bo'lsa-mu, ammo biz kechik uxlab oldik. Yaxshisiz. Zakarkamdak adamga tegib aqlisi xo'sh bo'lsin. Mana. Endi ukammi shu. Voy, Saniya, navbat chiqinglarmi, choy qilib qo'yay. Shunday qilay, aytmam choyga. Qara. Men mevchilni elangat. Endi bu kunga kelganda endi xizmatimiz to'y qilishdan oldin shart qopdimi? Qachon tugamuş, temir tabaqni kemish, talaq etdiysiz. Shu
Şunu da bu adamlarga xil bo'ldi ekan. Bunisi sizning xabaringiz bor. Ekberning 8 soat muqim o'tirib ishlaydigan ishlar degandek xo'jroq bunisi. Shu. O'g'il bola degan mashina jigarlik bo'lganmi yaxshicha Muzaffar? Shu emasmi? Aras. Aqsal o'zini nima ish qiladi-ku? Ekberjonning deyishicha oliy maktabni bitirib bir yerda vaqtli ishlab turayotgan o'xshaymi? Nima? Vaqtliq? Ha. Vaqtliq ishlamdi-ku? Ha. Qanday qilayman? Qoz nazorati, qoz vazorat ishlaydi deb demasan. Cho'ng'ayga tilib urib baqqansiz. Cho'ng'ayda o'sib qoldim men. Cho'ng'aygim necha qatim tilib urib oldim, cho'ng'aygim bo'lmabdi. Ya bu erkekmisan bu xotin oldiga ish qilmasa putlab juram deymi bu? Nima degan nozuqlik bo'ladi deyman? Bu xapingansiz. Ya men xapinmay desam o'ylab baqing. Men bu aksa olgandagi menga demasa sizga demam to'g'ri. Aka. Ha? Bu dadam akamga sen qulvalning dadi sarayib qolmasa, dad qanti akamga sarayib qolmanda. Ukam, qalamga xilan qilma. Balkim akamni